Assalomu alaykum muhtaram obunachilar. Shavat bo'yinda toza havoda chiroyli joyimiz bor. Agar qiziqsangizlar, ish nomeri urasizlar, yana göttirsizlar. Shunday bir prestijniy, bir приятный yer. Joyni ko'rib, bemalol telefon qila olasizlar. Muhtaram obunachilar, yana joyimiz tayyor bo'lgan. Balkonlarni göttirsizlar, ustida tünka fonlardan vurup kettiler. Aynalar ham yaxshisidan urilgan. Fasadlar zatilgan. Eldinde gül bağları var. Kanalizatsiyalar chiqib turibdi. Bursatchalar ham o'zini eldidan urilgan. Qani ketdik, shuni hozir ko'rib birga aytadan chiqamiz. Tamam, aslında girgeyinin görünüşü. Zerkalar, aynalar var. Daha şu aynadan chiroyli perde ko'p ketdilar. İyi bir de her bir xonadon uchun kul chatil bor. İyi, ben tarafta prixozda yine şkaf mebelleri var, giyim koymaklar. Çöğüş büyüşem koysa bo'ladi, tiyini. Yine şimdi acayip zatilgan. Yukarıdan daşı koylardan neler var için. Yine doğrumuzda muayene kafeler çıkıp tuttu. Demek birimiz, girgenimiz şöyle hem yerler töplü pol, patologlar, göktüsler, listralar, umuman gerek yok, acayip bu tuttu, приятный oluyor. Perdeler hem acayibinden koyulgan. Bir ayla Hazreti Peşi'den cayı. Zinelen götürsler, zineler hem babak. Hazır bir çetten danış çıkamız. Birinci etajın on tarafı. Daha olsa zal. Yanımız kuhnya. Nazı zalını görüp birlikte danışıyoruz. Yine zalını görünüşü patologlar lustralarıyla chiroyli o'ttiribdi. Gipsa karton urilgan. G'ollar ham döşaltibdi. Razvedkalar ham qo'yilgan. Joyga вообще gap yok yine. Demek birimiz hem töplü pol. Birimiz yine sanuzil. Sanuzil. Ariston, unitaz. Duşovoy. Bir de yine şişeler, stikler yapacak, kabin çatır. Pollarım görün tuttu, matri kafeli bulgan. Muaniklerim acayibinden koygan. Xullas, ustalası var, şu gel yok. Birimiz yine kuchnya. Kuchnya'yı götürsler. Dimahot, gaz pilteler acayip. Yine duhopçeler acayip düzelt kuttular. Yine nelerim yaxşısından koyulgan. Monkeler. Haladinlik. İyi mebelin tonuşkelara münasebet gap yok yani. Bular işlet açılardan bu. Bularda indi ruchka koyulmadı, işinin bo'ladi da açıp beklenişi. Razvedkalar koyulgan. Nafsaki misli yani elektron nivazlarni ishlataman desangizlar, razvedkalar koyulgan. Arka tarafta şöyle kichkina bir mesda qolgan. Shunday ko'rsatib beraman, uchotchiklarni qo'yib turibdi. Yagon arka tarafı yine. Şaşlık bir şey sabladı, üzerine yarasa mesda qolganmi? Davom qilamiz. Xudo xolasa yine birinchi etajda ko'rib chiqdik danışib. Demak endi Xudo xolasa ikkinchi etajga chiqamiz endi.
Bu joyimiz doğrusu aytganda biz keyipdar adamlara yaxshidan bu. Nechun desa, Mesta Shovat bo'yida joylashgan. Joy ham kompakt izatilgan. Zonasi ham особенный zonadan bir biri. Bo'lak ilib Toshkentdagi отдельный yashillar shunday tuzatilgandan beri. Perdelarni yurtdishlar, listralar ham ajoyib. Demek bir de onun tarafımızda zal. Zalam. Acayip. Rezilliklerim koygan. Demek bir de register bu ekan. Register koygan. İkinci etajdan yine zal yine. Mancab yok. Beraber joyni proyektni yaxshi qarab salgan adam zo'rat salabda yine götdislar mana yoqdi joy. Har xil joylar bor, beraber joy bilan joyning farqi bor. Joyi ajratib yashagan joydan. Mestasi ham zo'r. Joyni o'zini uzatilishi ham zo'r. Tinch yer yana, tinch. Yine birimiz Bedamiya vanna, ummanlik, mumtaz, umman gap yo'q. Zo'r. Yine birimiz spalning. Xudo xolasa spalning arka tarafında görünüşünü. Onu açıp karasanız da arka taraf görünür diye. Acayip. Xudo xolasa emeğini danıştık o'xshaydi. Birimiz zal. Birden aynasında birden yine registerla bor ekan. Bu perdenin arkasından register bo'lishi kerak. Onca bir de register. Ha, bir de yok ekan. Bedamine register koygan ekan. Qani chiqib baqa berasizlar, kommentariya yozinglar. Kommentariya yozib, like bosib o'tirgan obunachilarga katta rahmat deb aytaman. Kim ko'p kommentariya yozib turgan bo'lsa, like'larni bosib turgan bo'lsa, katta bundan ham zo'r joylarni olginglar. Shunday qilib joylarni tanishdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ekranda narxi yozilib turadi. O'zlarimizda derakadamiz joyi kelsangizlar, oldindan telefon urasizlar, yarim soat oldin kelib kutib olamiz, joyni aytib beramiz, so'ng pulni ustida kelishamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, keyingi ro'yxatda görüşguncha xayr. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.